Davlat ramzlarini yaratish ham Islom Karimov uchun yurakdagi jamiki mehrni qo'shib qilinishi kerak bo'lgan katta vazifa edi. Islom Karimov ramzlardan biri bayroq bo'yicha o'z variantini taqdim etdi. U bir kechada oddiy bo'yoq yordamida eskiz yaratdi. Mana o'sha tinchlikni, halollikni, sadoqat va go'zallikni aks ettirgan ranglar uyg'unligi. O'zbekistonni eng chiroyli, eng nufuzli bayrog'i, buni uzoqdan ko'zim o'tadigan bir nimadan masofada ko'rsam agar odamni albatta kayfiyati ham boshqa bo'ladi. Mana shu o'zbek bo'lgan odam kimki bo'lmasin, albatta o'zimizni merosimizdan, o'zimizni mana shu vatanimizdan eng chiroyli, eng muqaddas